Do'stlar, bugun juma ehsonimizga ulgura olmadik, sabablarini tushuntiraman. Kecha bitta oilaga shuncha narsa bozorlik qilishimiz kerak edi. Ko'p odam pul tashadi. Mana shuncha bozorlik qildik, ya'ni 40 xil narsadan bor yo'g'i 20 xilini yig'i oldik. Mana ko'ryapsizlar. Bu yerda hali 20 xil narsa yo'q. Go'shtlarimiz olingan, lekin qolgan yana 19 xil 20 xil narsa olinmagan. Bir akamiz hozir uyimga 1 million so'm ehson tashlab ketibdilar. Bunga pechenye bu narsa olasizlar deb ketibdilar. Undan tashqari kechadan beri tushgan pul unaqasi hali bo'lmagan. 30 ta oilaga 1 million 200 mingdan 36 millioncha xarajatimiz bor edi. Ehsonimiz shunaqa mo'ljallangandik. Kecha 16 milliondan pul tushmadi. Ya'ni yarimidan ham kam pul tushgan. Shuning uchun bugungi ehsonimiz ertaga qoldiramiz. Men o'zimni yonimdan bu ehsonga qo'sha olmayman, chunki men bu oy normasini o'sha bajarib bo'ldim. Menda hisob kitob bor. Shuning uchun o'zingizlarni tashlagan pullarga bu safargi ehsonni faqatgina shu ehsonga hissa qo'shayotgan, ya'ni sizlarni pullaringizga qilamiz. Ya'ni o'zim yonimdan 5 million so'm ham qo'sha olmayman. Bo'lmasam bugun o'sha tarqatib yurgan bo'lardim. Shuning uchun mana ko'ryapsizlar, shuncha narsasini yig'ib qo'ydik. Aslida esa mana buncha narsa bo'lishi kerak edi. Go'shtlarimiz olingan. Mana shuncha narsa bo'lishi kerak edi. Buni ham olib borib bersa bo'ladi, lekin kamroq bo'lib qoladi. Shuning uchun biz ehsonimizni Xudo xolasa ertaga shanbaga yoki yakshanbaga o'tkazadigan bo'ldik. Kartalarni qo'shib qo'yaman, majburiy emas. Kim xohlasa mana shunda nimasini ko'ryapsiz? Xohlasangiz sariyog'iga, xohlasangiz shakariga, xohlasangiz go'shiga, xohlasangiz guruchiga pul tashlasanglar bo'ladi. Mana orqamizdagi 30 ta xonadonniki xuddi shunaqa to'la bo'ladi. Kartani qo'shib qo'yaman, albatta majburiy emas. Ana akamiz tashlab ketgan 1 millioniga esa albatta o'zlari va'da o'sha aytgandek, nima kam bo'lsa shuni olasizlar deyishdi. Biz shunga qo'shib olamiz. Hammalarga rahmat, hurmatli do'stlar.